Demak, bugun sizlarga bitta eslatma o'tmoqchiman. Demak, hozir shlifovka, boshqa demak piling sezonlari boshlandi. Hurmatli kosmetologlar, juda ham ko'p murojaatlar bo'ladi bizga. Shu protseduralardan keyin qilingan protseduraning joyida dog' qoladi va hozir patsientlar o'zi ko'pchilik tushunib qolgan, ozgina fobiya bor bularda. Qo'rquv bor. Shlifovkadan keyin, pilingdan keyin dog' tushib qolmasmikan yuzimga degan. Shlifovka va dog'dan oldin обязательно o't tufagini tekshiringlar. Uzi qildiring. Bo'lmasa bitta shu uzini ko'rib, o't tufagida aytarlik juda ham bir chuqur kasallik bo'lmasa, deylik o'sha polip bo'lmasa, tosh bo'lmasa, demak bemalol protseduralarni qilaverasizlar. Agarda shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, qilmaganinglar ma'qul. Chunki albatta yo dog' beradi yoki bo'lmasam qizarish bo'lib, demak patsient uzoq muddat qiynaladi.